Samsung'dan A modellarini bugungi videomizda sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Mana o'sha bugungi qahramonlarimiz. Hozir sizlar bilan mana shu telefonlarimiz barchasini holati, xotira va narxlari qancha, qanday hammasini birgalikda ko'ramiz. Agar videom sizga qiziq bo'lsa, albatta oxirigacha ko'rishni maslahat beraman va videomizga like bosib, mana shunaqa videolarni keyingi safar o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'yish ham sizlarga maslahat beraman. Bu biz uchun katta motivatsiya bo'ladi. Mana endi videomizni boshladik. Birinchi bo'lib videomizni boshlab bergan telefonimiz Samsung'dan A56 telefoni. Bozorlarda ishlatilganlari 270, 260, 280 atrofida sotilyapti. Hozirgi kunda biz do'konimizda ushbu apparatni $250 atrofida xarid qilsangiz bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, holat 128, operativniy tizim 8 bo'ladi. Holatlari juda zo'r holatda saqlanib qolgan, hech qanday nuqsonlar yo'q. Imiklar o'tkazib qo'yilgan, vyetnamskiy variant bo'ladi, ikkita sim karta o'qiydi. Bundan keyingi modelimiz Samsung'dan A55 deb nomlanadi. Xotirasi 128 GB, operativniy tizimi 8 bo'ladi. Holatlarni ko'rishingiz mumkin. Va chutki holatda ishlatganingiz menimcha avaylab asrab ishlatgan shekilli. Bu ham ikkita sim karta podeshga qiladi. Hech qanday ayb nuqsonlar yo'q, garantiyali, ishonchli bo'ladi. Imiklar ro'yxatdan o'tkazib qo'yilgan albatta. A55 telefonimizning narxi $180 ga berib yuboriladi. 55 dan keyingi model 54 hisoblanadi. 54 bizdan ko'rishingiz mumkin. Holati yaxshi holatda. Biroz uringan, beton yegan joylari bo'lishi mumkin, lekin telefonimizda hech qanday ayb nuqsonlari yo'q. 256 GB xotiraga ega, operativniy tizim 8 bo'ladi. Ushbu telefonimizning narxi $150 ga chiqadi. 54 dan keyin albatta o'z-o'zidan A53 keladi. Oq va qora rangda bor. Ushbu telefonlarimiz xotirasi 6 ga 128 GB lik bo'ladi. Ularning ham hech qanday ayb nuqsonlari yo'q bo'ladi. Hozirgi kunda ushbu telefonlarning narxi bozorda $110 dan sotilyapti. Xuddi shu narxdan bizning do'konimizda bor, kelib bemalol xarid qilsangiz ham bo'laveradi. A52 telefoni hozirgi kunda budjetli model hisoblanadi. Zo'r o'yinlar uchun yarab bermasa ham, lekin ishlatib qo'yishga arziydigan telefon hisoblanadi. Bu telefonlarning xotirasi o'rtacha 128 GB ligi ko'p chiqqan. Biz qo'limizdagi ham 128 GB ligidan bor. Qora rang, oq rangi va mana bunaqa neobычный svetda topsa bo'ladi. Ushbu telefonlarimiz hozir bozorda $190 atrofida sotilyapti. Biz do'konimizga ham $90 yoki $100 dan xarid qilsangiz bo'laveradi. Albatta o'zimizda mavjud imiklar ro'yxatdan o'tkazib qo'yilgan, garantiyali tarzda qilib beramiz. Samsung A modellari 5G modellardan yo'qmi deb so'ragan mijozlarimizga A25 taklif qilamiz. Ham narxi qulay, ham ushbu telefonlarimiz 5G poddashga qiladi. Xotiralari 128 GB va 256 GB lari mavjud. Biz do'konimizda bor. Ko'rib turibsiz, mana shunaqa ranglaridan bor albatta. Kelib bemalol ko'rib, garantiyasi bilan olib ketsangiz bo'ladi. Boshqa viloyatda bo'lsangiz siz pochta orqali dostavka qilib chiqarib yuborishingiz ham mumkin bo'ladi. A25 5G telefonlarimiz narxi $130 dan sotilyapti. Kanalimizga obunachilar uchun bonuslar bilan qilib beramiz. Kelsanglar bo'laveradi. 25 telefondan so'ng albatta 24 telefonni taklif qila olamiz. Samsung'dan A24 telefonlar bo'ladi. Shu telefonimiz holati yaxshi holatda ekan, plyonkalar saqlanib qolgan ekan, korobka dokumentlari ham bor ekan, sim karta 128 GB xotiraga ega. Bu telefonimiz ham yana oq va ko'k ranglardan bor. Bu esa qora rangida. Xohlaganingizni kelib tanlab ko'rib olib ketsangiz bo'ladi. Narxlari esa $110-$115 atrofida chiqadi. Bularda 5G bo'lmaydi, 4G poddashga qiladi. Narxlar ham shu sababdan biroz arzonroq bo'ladi. Va so'nggi bo'lib ko'rsatilgan telefonimiz Samsung'dan A13. Hozirgi kunda eng budjetli va narxiga arziydigan sifatli modellardan biri bo'ladi. Ushbu qo'limda turgani 128 GB ligi. Bizda yana 64 GB liklari ham mavjud. Qora rangda va mana bunaqa neobычный ko'k svetda, ya'ni голубой svetda bor. Ushbu telefonlarimizning narxi 64 GB liklari $60 gacha sotilyapti. Mana bunaqa 128 GB ligi esa $70 dan bemalol bizdan kelib do'konimizdan xarid qilib ketsangiz bo'laveradi. Mana shu telefonlardan qaysi biri sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol bizga mana shu nomerlar orqali aloqaga chiqib ko'rib, qo'shimcha ma'lumotini olib, gaplashib, xarid qilsangiz ham bo'ladi. Boshqa viloyatdan turib xarid qilmoqchi bo'lsangiz, buni ham muammosi yo'q. Sizga BTS pochtasi orqali dostavka qilib yubora olamiz. Albatta, mahsulotni qo'lingizga olganingizdan keyin to'lovni amalga oshirsangiz ham muammo bo'lmaydi. Qiziq bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqinglar. Bizning yonimizda Namangan shahar Texnopark 84 do'kon. Sizlarni do'konimizda kutib qolamiz. Yaqindagina eng arzon telefon kanalimizga qo'yilgan mana shu telefonimizni baraka qildik. Ming miroddan kelgan mijozlarimiz kanalimizdan ko'rib ushbu telefonimizni yoqtirib qolib, olganib kelishgan ekan, yaxshi narxda qilib berdik bonuslarga, chexollari bilan. 256 GB lik 75 yomkis. Mana shuni $450 evaziga Instagram kanalimizga qo'ygandik. Arzon chiqishligi sabab mana shu yerda bilinmas holi bor edi. Shu sababdan arzonga qo'ygan edik. Shuni ko'rib kelishgan ekan, hozir chiroyli narxda qilib berdik. Aka, bergan pulingizga rozi bo'ling. Salomat bo'ling, yaxshilik xizmat qilsin. Kanalimizni kuzatib turinglar. Mana shunaqa yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, sizlar ham birinchilardan bo'lib xabardor bo'lasizlar. Bizning manzil Namangan shahar Texnopark 84 do'kon, sizlarni do'konimizga kutib qolamiz. Instagramdagi eng arzon telefon kanaliga qo'yilgan iPhone 12 telefonimiz hozir baraka bo'ldi. Mana shu telefon edi, $130 evaziga qo'ygan edik. Mana shu do'stimiz ko'rib,
Instagramdan olish uchun, xarid qilish uchun kelgan ekanlar. O'zlarida S22 telefon bor edi. S22 ni olib qolib, o'rniga mana shu telefonni shu narxda qilib berdik, ya'ni $130 ga qilib berdik, bitta jihol hadyasi bilan. Shu telefonimiz holati pastroqda olib qoldik, ustidan pul berdik. 500 ming so'm pul evadiga obmen qildik. Do'stim, bergan pulingizga rozi bo'ling, yaxshilikka xizmat qilsin. Mana shunaqa xizmatda sizlarga ham kerak bo'ladigan bo'lsa, bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lib qolasizlar. Bizning manzil Namangan shahar Texnopark 84 do'kon. Sizlarni do'konimizda kutib qolamiz.